Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men assistent o'qituvchi Shodiyeva Sitora Ulug'bekovna bo'laman. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan ishlab chiqarishni kompleks avtomatlashtirishda robotlarning roli, robotlar bo'yicha umumiy tushunchalar haqida ma'lumot beraman. Robot Chexiya tilidan olingan bo'lib, robot, rabota, majburiy mehnat yoki robot qul degani. Tirik organizm prinsipi asosida yaratilgan avtomatik qurilma vosita hisoblanadi. Robot so'zi chex yozuvchisi Karl Chapix va uning ukasi Yozef tomonidan o'ylab topilgan hamda birinchi marta 1920-yilda Chapixning Rosum Universal robotlari pyesasida tilga olingan. Robotlarning tashqi ko'rinishi va konstruksiyasi juda ham har xil bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish va boshqa sohalarda texnik va iqtisodiy sabablarga ko'ra inson tashqi ko'rinishidan juda ham farq qiladigan tashqi ko'rinishga ega bo'lgan robot ishlatilib kelinmoqda. Tarixan zamonaviy robotlarning oldingi vakillari bo'lib, obyektlarni masofadan turib boshqarishga mo'ljallangan uskunalar xizmat qiladi. Bunday inson qo'li va panjalari harakatini takrorlovchi uskunalar manipulyator deb ataladi. Bu uskunalar inson uchun zararli moddalar bilan ishlashda qo'llaniladi. Robot deganda manipulyatorga, ya'ni inson qo'lining mexanik analogiga va manipulyatorni boshqarish sistemasiga ega avtomatik qurilma tushuniladi. Bu ikkita tashkiliy qism har xil tarkibga ega bo'lishi mumkin. Eng oddiydan eng murakkabigacha. Inson qo'li suyaklardan tuzilib va suyaklar bo'g'inlar orqali bog'langandek, manipulyator bir-biri bilan shanirli birikkan qismlardan tuzilgan. Bu qismlar inson qo'l kaftiga o'xshash ishchi organ bilan tugaydi. Suratga qaraydigan bo'lsak, robot manipulyatorining ishlash sxemasi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. Birinchi to'liq avtomatlashtirilgan manipulyatorlar 1960-1961 yillarda AQShda ishlab chiqildi. 1961-yilda kontraktli va fotoelektrik datchikli ushlab olish qurilmasiga ega va elektron hisoblash mashinasi bilan boshqariladigan manipulyator yaratildi. Bu manipulyator MN1 muallifi nomi bilan Ernest qo'li deb ataladi. Ernest qo'li stol ustida sochilib yotgan kubiklarni yig'ib yashikka terib qo'yardi. Eng birinchi sanoat robotlari 1962-yilda AQShda yaratildi. Bular Unimation Incorporated firmasining Unimed sanoat robotlari edi. Bu robotlar ishlash jarayonida o'zgarmaydigan dasturlar asosida harakatlangan va holati o'zgarmas muhitlarda uncha murakkab bo'lmagan operatsiyalarni avtomatlashtirish uchun foydalanilgan. Robotlar ishlab chiqarishning rivojlanish xronologiyasi quyidagicha. 1967-yil AQSh litsenziyasi bilan Angliyada robotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 1968-yil Shvetsiya va Yaponiyada robotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan AQSh litsenziyasi bilan. 1972-yil Fransiyada va 1973-yil Angliyada. Bu qisqacha berilgan ma'lumot sizlarga yoqdi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.